bu qon qachondir chiqib ketmasa, bu insult, infarktga olib keladi. Vrach sizlarga okulistmi, nevropatologmi, endokrinologmi qanaqadir lecheniya yozadi-yu, o'sha paytgacha ozgina tafakkur, iltimos, bolani taqdiriga, hayotiga, boring taqdiriga ta'sir qiladi. Tushunyapsizlarmi? Sog'lig'i taqdiriga ta'sir qiladi. Okulist ochka yozib bergan bolaga. Mana. Qachon almashtiringlar buni? 2 oy bo'ldi almashtirishdi. Necha yildan taqyapti? Hozir necha yosh Abdulaziz? 12 yosh. Abdulazizning qiziga chiqar. Bolachamiz 12 yosh. 3 yoshidan biri ochki taqadi, 10 yildan biri ochki taqadi. Buni okulist nazarchi qilib bergan. Tushunyapsizlar mana o'tganini. 10 yildan biri ochki taqadi, lekin 20 yoshida operatsiya qilamiz, operatsiya bilan to'g'rilanadi. Ungacha hech narsa qilmaysiz. Faqat ochki taqib yuradi. Bu nima degani? Bola o'syapti, bola rivojlanyapti. Shu bilan birga ko'zidagi kasallik ham rivojlanyapti. Faqat minusga ketadiki, plusga ketmaydi. Faqat minusga boradi. Nimaga boradi? Oxiri operatsiyaga taqaladi. Bu nima degani? Faqat operatsiya yo'li bilan